Assalomu alaykum hammaga. Kirib kelgan Ramazon hayiti hammamizga muborak bo'lsin. Keyingi yillar qatorimizdan kam bo'lgan Ramazon oylariga yetib beraylik. Ramazonga oshlarimizni narxini tushirdik. Bir tosh oshimiz 35 ming edi, 30 ming qildik. Bunlik toshimiz 25 ming. Mana shu oshimiz 25 ming. Pul ko'rsatdim. 25 ming noni, salati, choyi, osh, mana shu turishi 25 ming so'm. Bu faqat Ramazon oyi uchun. Bir oy shunaqa qilamiz. Suyuntirib Ramazon keldi Ramazon. Sahar turing yorollar, xatm qiling Qur'onlar, doddi bo'lsin shaytonlar. Ramazon keldi Ramazon. Sahar turing yorollar, xatm qiling Qur'on. Har kuni 5:30 da oshimiz tayyor, sizlar oshimiz. Bir soat oldin taxlab qo'yamiz, kim bilan sabah yo'q deyish mumkin. O'shalarga tayyor qo'yamiz. 5:30 da oshimiz tayyor. Bismillah. Muborak bo'lsin Ramazon sizga, muborak bo'lsin Ramazon bizga. Bayram bayram o'g'il qizga, Ramazon keldi Ramazon. Sergakning vaqti bo'lgan, mo'minning ahdi bo'lgan, islomning fathi bo'lgan, Ramazon keldi Ramazon. Sergaklik vaqti bo'lgan, mo'minning ahdi bo'lgan, islomning fathi bo'lgan, Ramazon keldi Ramazon. G'aflat oyi emas bu, nafrat oyi